Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube kuzatuvchilarimiz uchun klassik firmamizning 8 kilovatli dvijogimizni mana shunday 3 ta narsani baravariga ulab tekshiramiz. Ko'rishlar mumkin, bitta 50 talik kompressor 5 shumlik, motori ham 3 kilovatmi 4 kilovat atrofida bo'ladi. Undan tashqari Peter firmamizning 3,5 kilovatli motori bilan undan tashqari 370 vatli Lion avtomat nasosimiz bilan o't qo'yamiz. Ko'rishlar mumkin akalar. Mana o't qo'yish usuli o'ta oddiy, oson. Karburatör bog'da suriladi. Akada ko'rishlar mumkin, to'rtta baravar bemalol Yo avtomatdan to'g'ri ishlayapti. Va yana kamplar chiqarib beradi. 100% mis admotkasi. Admotkalari ham juda katta narsa bo'ladi. Stator va tortmaga ishlaydi. Tokni bir xilda berib turadi akalar. Shu narsaga e'tibor berasizlar. Akkumulyatorni ko'ryapsizlar, akkumulyator ham Damas'da akkumulyatorga o'xshagan katta akkumulyator bo'ladi. Baklashga e'tibor beramiz akalar. Benzinimiz kamligi sababli shetga texnologiya qilib qo'ydik akalar. Ham tortmaga ham ishlaydi. Akalar, bu klassik firmamizda turishlari, dvigatlari qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Bazılarımız Qo'qon Yangi bozor, Gidrosit 6-do'kon. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.